Video darslikni birinchi sonini boshlaymiz yine. Bismillahirrahmanirrahim degan holda ko'rish. Hozir bu kontrollerda eng birinchi ishlatishda qoidalarni ko'rsatib o'taman. Toka suqqandan keyin shunday ko'rsatadi. Bu norma xohlagan knopkani bossangiz chiqib ketadi. Bu ekran bosh ekran bo'ladi. Şurada hazır başladık. Şuradan başlayınız. Plazma kod deyiladi. Plazma kesish. Bu shatib o'zgartiriladi. C'ni bosgan vaqtida o'zgaradi. Demo degan o'zini yuritishi uchun. Plazma qo'shma yurib chiqadi. Yana bir bossangiz flame deganlar chiqadi. Bu flame gazoviy горелка bor-ku, aptagin rezaklar uchun ishlatsa bo'ladi. Buni aptagin rezak etib ishlatsa bo'ladi. Ya'ni uchuna galobgan plazma rezni undan aptagin ulanadi. Yana bir bosamiz. Shu plazma kodda turishi kerak, bo'lmasa kesmaydi. İkincisi X. Bu xalastoy yurgan vaqtidagi tezligi. Buni qanday o'zgartirsak bo'ladi? F'ni bossangiz, F'ni bossangiz, yana yozasiz xohlagandek. 4000 qo'ysangiz xohlasangiz. Enter bosiladi. Shunday ya'ni X diyecek edim. X'ni bosasiz, tezlikni yozasiz. Enter bosiladi. 4000 tezlikda yuradi degani. Xo'sh, tezlikni yana nerda pult orqali o'zgartirsa bo'ladi. Shu o'rtadagi knopka bosiladi. Oddiy xalastoy xoddagi tezlik o'zgaradi. 4000 turibdi, bosaman bir. 2500 ga tushdi. Yana bir bosaman 5000. Yana bir bossam 500 ga tushdi. Bu yurish tezligi. Yani gösterishim mumkin. Oddiy holatda yurish tezligi. Oddiy yurishi sekin. Bir bosaman tez, yana bir bossam undan ham tez. Xalastoy kodini tezligini o'zgartirish. Keyingi F good speed. Yani kesishdagi tezlik. Bu tezlikni odatda materialni qalinlig'iga qarab qo'yiladi. 3 mm bo'lsa, taxminan 2000 atrofida qo'ysa bo'ladi. Buni qanday o'zgartiriladi? F bosiladi. Masalan, 2000 qo'ysa bo'ladi. Enter. Kesishdagi tezlik. Buni yana pult orqali o'zgartirsa bo'ladi. Kesib turgan vaqtida F+ bosilsa, kesib turgan vaqt faqat, kesmay turgan vaqtda ошибка beradi. Kesib turgan vaqtda bossa, tezlikni ko'taradi. Masalan, 2050, 2005 qo'shdim-ku, ko'payib turibdi. Buni kesib turgan vaqtda, pauza vaqti ishlatilmaydi. Shuni ham o'zgartirsa bo'ladi. Keyingisi bular kerak emas. Hozir endi bizada bunda tochka turibdi, boshlang'ich nuqtamiz bu. Damirni boshlang'ich nuqtaga olib kelib olamiz. Ya'ni men shu yerdan boshlayman. Boshlang'ich nuqtani qo'ydik, damirda qo'yamiz birinchi. Keyin shu ekranni shu narsalar ko'rsatib turgan vaqtida F7 bosiladi, 0 qo'yiladi. 0 bosilsa nolga tushadi askarlar. Shu knopkani 0 bosiladi. Buni yana bir marta bossangiz o'zi aylanib chiqadi. Yani mesdan tekshirish uchun. Bu yerdagi
knopkalar, bu F4 return 0 ga olib keladi. Liboy stanok boshqada turgan bo'lsa 0 ga qaytib kelish uchun bu stanok. Xo'sh, endi hozir bir dona o'zini programmasidan bir eskitib bosamiz. O'zini papkasidan bizga kerak bo'lgan narsani kesamiz. Ya'ni mana bu kerak. Mana shu narsa kerak, profili. Shu 35 ga kirdim. Enter'da bosiladi. Profilimi tegi bu. Endi bu bunda profilda oyoqini tenglar bont qo'yiladi-da. Shuning uchun mana shu kerak. Aslında bu emas, mana bu kerak. Profilim 80 ga 80. 80 yozaman, delete. 80 bo'ldi, pastga tushaman. Yana 80. Size 3. Diametri 16 bo'lsa bo'ladi. Ya'ni 8 deb qo'yaman. 16 mm diametrda teshik. Keyin bu yana bu aralıktagi masofa 4. Mana radius word center bilan bu karakter masofasi. Bunda biza qo'yamiz 80 ku o'xshay. 80 dan ayiramiz 8 ni. 80 dan 2 beramiz 40 bo'ladi. Undan 8 dan ayirsak 32 qo'yamiz bu yerga. Pastga ham xuddi shunday 32 qo'yamiz. Xo'sh, endi bunday narsasi. Boshlagan vaqti barakdan boshlaydi. Shuni o'zgartirsa bo'laydi, kichayadi. Ozgina sentra tushdi. Okey. Keyingi masalamiz mana bu detaldan 6 dona emas 8 dona kerak. Shuna kiramiz. Buna kiramiz. 8 bo'ladigan bo'lsa 4 da basamiz. Endi bosib ko'ralgan chiqadi ekan. Ana 8 da chiqardi. Ozgina shunday harakatlanib kesadi bu. Xo'sh. Tayyor. Programma tayyor. Bu tezlikini kamaytirsam ham bo'ladi. 1800 qo'yaman. Enter. Xo'sh, hozir bunda flashga kirish uchun files bosiladi. Files bosilsa flashga ichiga kiradi. USB o'zi, mana o'zini miyasi bor USB. Hozir yangi o'zgarib ketdi. Boshdan qo'yamiz uni. 4 dona. Keyin beradagi tog'lidan narsalar. Birinchisi kesib turgan vaqtimdagi uch damira yaqin balanti. Buni ko'tarsangiz balanti ko'tariladi, kesib turgan vaqtimda. Tushirsangiz, pasaytirsangiz pastga qarab tushadi. Bu yerdagi narsa vaqti, ya'ni kesib boshlaydigan vaqt. Keyin bu to'lidanimiz ammo 12 da bu birinchisi to'lidan 120, 114 atrofida turadi. İkinci to'lidanimiz ham shunday tursin. Uchinchi to'lidanimiz 12-13 atrofida tursin. Bu yani damira D'dan ko'tarilgan masofasi. Keyin buni bosib to'lasak bo'ladi. Bu чувствительность. Mana shunday qo'ysa bo'ladi. Hozir mana kesib ko'ramiz. Ozgina shovqin boshladi sexda, ko'ngilsizligimiz ishlab boshladi. Hozir yana bir narsani ko'rsatishim kerak. Men bu ujini ko'tarib tushiraman. Ko'tarib tushirdik. Hozir nolga qo'ydim buni. Ko'tarib tushirdim. Endi qarashingiz mumkin. Ben nolga qo'ydim bu yerda. Keyin bunda F7 dan 2 marta bassa, men
Koygan yere demir sığar mı sığmıyor mu bilinmez. Şunu yana basıp göremiz teşkil. Mana o'zi aylandı. Da sig'adi ekan. Men qo'ygan yere sig'adi ekan. Endi pultda okeyni bosamiz. Tezlikni berdik, hamma narsani berdik. Aha ketdi, boshladi bu. Behruz hozir vozduk ochilmay qolibdi. Shu vozduk ham opasniy narsa. Hozir 1 minut. Kraynikni ochmay qo'yibman. Vozdukni ochib berib qo'yish kerak. Vozduk 4,5-5,5 davleni atrofida bo'lishi kerak. Mana başından başlayman. Başına davom qildiraman. Ketdi. Aha. Detallı kesip oldu. Yine peset üçlenmesi. Azı bir yerde bir yazı çıkardı. To home deb yazı çıkardı. Uyga boraymi dedi. Enter'da bassanız yani öyle gelirdi. Olmazsa joyında turaveradi. Yani öyle geldi. Kommentariyada yazinglar. Bu yana tushuntirish kerak bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsangizlar, shuna qarab keyingi darslik bo'ladi. Ya'ni yana bir sharti bor, keyingi darslik chiqishi uchun 100 dana like bo'lishi kerak. Bunlar bo'lmasa chiqmaydi keyingi dars. Bu ma'lumotlar o'z kerakli ma'lumotlar bo'lgani uchun o'zimni o'zi qo'yib qolmayman.